Assalomu alaykum, hurmatli muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga bolaning liqildoqlari nimani anglatadi degan savolga javob berib o'taman. Demak, boshladik. Bosh aylanasi va ko'krak aylanasining me'yoriy o'lchamlarini bilish juda muhimdir. Ayniqsa, boshga suv yig'ilish, ya'ni gidrosefaliya yoki mikrosefaliya kabi muammolarning oldini olish uchun juda muhim hisoblanadi. 1 yoshgacha bo'lgan bolalarning bosh suyaklarining bitishgan joyida katta va kichik liqildoqlari bo'ladi. Yon liqildoqlar asosan bola tug'ilganda berk bo'ladi, kichik liqildoqlar esa ensa sohasida bo'lib 3 oyda bitadi. Katta liqildoqlar esa 3 ga 3 sm bo'lib 1,5 yoshda bitadi. Katta liqildoqning chuqur bo'lib qolishi suvsizlanishdan, aksincha taranglanishi bosh miyada bosim ortganini bildiradi. Yetuk tug'ilgan chaqaloqda bosh aylanasi odatda 33-36 cm, 3 oyda 38-40, 6 oyda 43-44 cm, 1 yoshda esa 46 cm bo'ladi. Bolaning ko'krak aylanasi me'yordan past bo'lsa, bolaning ovqatlanishi yetarli emas yoki ovqatning so'rilishi buzilgan bo'ladi. Yangi tug'ilgan yetuk chaqaloqlarda odatda 30-34 cm, 3-oyda 40, 6-oyda 40,5 cm, 1 yoshda esa 47-49 cm norma hisoblanadi. Bosh va ko'krak aylanasini o'zingiz santimetr lenta yordamida o'lchang va me'yoriy farq qilsa, darhol bolalar shifokoriga murojaat qiling. O'ylaymanki, shu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.